Tolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Tolyog'ochdan Udu. Ha? Uka olib keling. Adam başı yog'ochlarni tashlabdilar, boru. Agar hovuz to'xtatmasak, oxiri yomon o'lardi. Mahalladagi qo'shnilar gap so'z tashadi. Gap so'z qilsa ko'rsam, avvalgilar 80 boy, 90 boy deganlari bo'lgan. Svetovchdimi? Tolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon Chonga tegdilar, boru. Hozir o'g'lim ukamdan katta. Nimadir qilmasa bo'lmaydi. Real, gapirlar adamga. Aka, odamlar realni to'xtatayli. Voy, qaysi bir? Voy, Kozim. Qazimni olib kel, qazimni. Ha, Qazan tashib olganman deyman. qanaqa qildingman? Bu jinni adam o'zlari bizani aldayotdi bu oxirgisida. Voy, qaysi biring bo'lsa ham podavorga tushib damlamanmi olib chiqib ber. Bir ichinglik quvvat bo'lsin. Onasi. Mana shu damlamasini yo'qotib olishim kerak. Tolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Shoxob, menga qara, asalni olasan, ichiga yong'oq qo'shasan, qorong'onaga qo'yib qo'yasan. Keyin yeyman, ha? Yo'q, uni olib kelgani xotiningni jo'natasan. Qorong'onaga. Xotinimni olib kelar, keyin yeyman. Voy, yo'q, yemaysan, orqasidan borasan, xotiningning orqasidan. Keyin yeymanmi xatiyaba? Yo'q, yemaysan, gap asalda emas, gap qorong'onada. Asal prosta lavushga, tushunsanmi? Hey, endi men hammani qutqaraman. Qarab tur. Yaxshilab ahamiyat bermadilaringmi? Uyda svet o'chib qolibdi. Bunga bizani sifatsiz, ichirib ketgan, irib ketgan kabellarimiz sababchi. Ana endi o'sha kabellarni artikul kabellarga alishtiramiz. Chunki bu toza mis, elektrni yaxshi o'tkazadi, qo'lbola emas, davlat standartlariga javob beradi. Keyin yonmaydigan qobiqqa ega, sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Har bir metri tekshiruvdan o'tkazilgan. Ana endi biz qutqarilganlar. Assalomu alaykum. To'g'ri aytdingmi? Zo'r etdingiz. Bugun qo'yib berasizlarmi? Montaj yubordi. Adam qanilar? Sanatoriyga ketganlar. Voy. Onamchi? Birgalar. Tolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar.